Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Gammada prezentatsiya yaratamiz va emblemasini olib tashlashni o'rgataman. Xudo xolasa. O'sha ketdik birinchi bo'lib Yandex yoki Google Chrome dastur kerak bo'ladi. Buni kirib olamiz. Bunga kiramiz va bu yerda Gamma deb yozamiz. Gamma, hop mana Gamma app chiqdi. Internet sekinroq, shunga shoshilmasdan kiryapti. Xo'sh. Hop mana. O'sha kirdi. Menda birdan kirib ketib qoldi. Sizlarda ozgina sal registratsiya joylari bo'lishi mumkin. Registratsiya qilib bir ko'rib olasizlar. Xo'sh. Birinchisiga bosamiz. Продолжить. Demak, bu yerda o'zbekcha kerak bizga. O'zbekchani topamiz. Mana o'zbek tili. Polnichaniya, ravno o'rtasida turgan yaxshi. 8 ta kart. Tekinda 10 tagacha karta beradi. O'sha mavzu haqida, masalan, mavzuga Python xo'sh, so'zlab bosamiz. To'liq ma'lumotlar yig'ib olyapti avval mana. Xolos o'zi tayyor. Hop. Endi bu yerda style tanlaymiz, ya'ni qanaqa bo'lishi. Xo'sh, menga mana stil yoqadi. Bu tanladim mana. Blueberry. Xo'sh, сведения podrobno общий hammasi haqida ma'lumot beradi. Izbarajini va hech narsa yozish shart emas. Bu yerga ham почти hammasi boshqa bo'ladi. Mana buni bosamiz. O'zi boshlandi mana. Birozgina tegmay turamiz, o'zi yozishni boshlaydi mana. Bu yerda xohlasa bu kanalda faqat to'shni ma'lumotlar beriladi. Xo'sh. Ozgina kutib turamiz, yozyapti mana. Hozir yozilyapti demak. Şurada ozgina pauza qilib turaylik, mayli. Mana xudo xolasa generatsiya qilib bo'ldi o'zi mana. Hech narsa tekkanim yo'q. O'zi generatsiya qilsin, ozgina kutib qoldim. Kompyuter ozgina qatyapti shunga. Mana o'zi generatsiya qilib bo'ldi. Xolasa cho'tki qilib yozdi. Endi buni qanday qilib kirib olamiz? Mana bu yerga borib 3 ta nuqtachaga bosamiz. Bu yerdan eksportni bosamiz. Qaysi formatda? Ya'ni PowerPoint kerak bizga mana. PowerPoint bosamiz. Ketdi. Mana bu yerga bossam mana o'sha yuklab bo'ldi.
Hoppaligi papka ko'rib olamiz endi. Demak, shu papkada mana Python va sun'iy intellekt kutubxonalari kirish. Hop, buni oldik. Endi bizga yana bitta joy kerak. Endi bizga ikkinchisi Canva kerak. Ya'ni emblemasini olib tashlash. Xo'sh. Canvaga kiramiz. Xo'sh, Canvaga kirib oldik. Canvaga kirdim. Mana xuddi shunday. Faqat sizlar registratsiyadan o'tasizlar, bo'ldi. Menga registratsiyadan o'tilgani uchun o'tganim yo'q. Bepul hammasini. Xo'sh, taqdimotlarga kiramiz. Sizlarda ham xuddi shu o'yina chiqadi. Hech qayerda o'zgarmaydi. Video montaj qilingani yo'q, faqat to'xtatib olinyapti xolos. Internet ozgina suslik qilyapti-da. Ochilyapti mana, ochildi ham pastda mana. Endi xo'sh, sizlarga qanday emblema deyishingiz mumkin. Mana, hozir ko'rsataman. Hozir pauza qilib PowerPoint o'zini ochib olaylik mana. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa mana bu buy deb qo'yib qo'ygan mana birinchisi mana. Birinchisi mana buy ideal mashina yo'qotsangiz bo'ladi, lekin bu yerda gammani o'zini nimalari bor mana. Gamma mana. Buni o'chirib bo'lmaydi. Gammaniga emblemasini o'chirib bo'lmaydi mana. Buni o'chirib bo'lmaydi buni. O'chirib bo'lmaydi. Shuning uchun men o'chiradigan yo'lni hozir ko'rsataman. Chunki media is gamma mana. Gamma tanlanganini o'zi bildirib qo'yapti u. Shuni o'chirtirib ketaman men hozir. Demak, biz shu interfeysda edik mana. Xo'sh, bu yerdan yuklamalarga boramiz. Xo'sh, yuklamalar mana fayl yuklash deyapti. Fayl yuklashni men bunday qilaman. Mana buni ushlab. Xo'sh, mana bunga o'taman. Mana fayl ustiga mana yuklamalar deb boraman. Qo'yib yuboraman. Kopirot bo'ldi mana o'sha. Olyapti. Ovoz sal xira bo'lishi mumkin, to'g'risi kompyuter o'zida zabt qilyapti. Lekin sizlarga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Yuklab oldim mana. Galochkani bosaman mana. Hop. Ziltga ko'chirish. Xo'sh. Ikki marta chertamiz. Chekirdik. Barcha sinflarni qo'llang deb mashina tanlaymiz. Bu yoqqa o'tdi shu. Qarang, endi bizga gammani yo'qotishni joyi. Xo'sh. Hammasi o'tib bo'lgani yo'q shekilli menimcha. Mana o'zi o'tdi mana. Mana. Bu yerdan biz nima qilsak bo'ladi mana. Qarang. Mana bu gamma joyiga kelsak mana, hujma udalit chiqadi. Udalitni bosamiz. Hoppa, mana yo'q o'zi gammani yozuvi yo'q endi mana. Bunga o'tamiz.
Mana buni bosamiz. Mana udalить mana o'chirish. Hoppa. Gamma yozuvi yo'q yana. Mana bunga o'tamiz. Bunda yo'q. Bunga o'tamiz. Hop bundachi. Xo'sh, bunga o'tsak, bunda ham gamma yozuvi bor ekan. Mana udalить qilamiz. Bunga o'tamiz. Bunga ham gamma yozuvini o'chirib tashlaymiz. Bunga ham bor ekan mana. Udalить. Hop. Hoppa. Hech qanday shikastlarsiz cho'tga o'chirib tashlaydi. Mana o'chirib bo'ldik. Endi biz buni xo'sh, taqdim qilish, baham ko'rishni bosamiz. Bu yerdan yuklab olishni bosamiz. Yuklab olish mana buni ezamiz. Mana standart PDF emas bizga mana PPT, ya'ni Microsoft PowerPoint hujjati mana. Buni bosamiz. 10 ta sahifa bo'lsa, demak, hammasini yuklab olyapti mana. 10 ta sahifani hammasini tayyor yuklab olish so'zini saqlayman. Yuklab olamiz. Shu ketdi mana. Yuklab bo'ldi mana. Yuklayapti o'sha. Yuklab bo'ldi mana. Endi buni ochib ko'ramiz haqiqiy qismda. Hech qanday montaj yo'q, faqat to'xtagan. Vaqt ko'p qolyapti haligi. Bandicam dasturida sal vaqt ko'proq ketib qolgan ekan. Xo'sh, mana tayyor mana. Hech qaysida gamma yozuvi yo'q. Endi bilamasiz. Hammasi cho'tki ma'lumotlar va shu udar. Sizlarga foydasi degan umiddaman. Foydasi tekkan bo'lsa bitta yozib ketsalaringiz, foydasi tegdi deb. Mana hammasi cho'tki. Bizning darsimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, keyingi video nima haqida bo'lishini bitta aytib yuborsalaring, shunga qarab video qilaman, xudo xolasa, sizlarga foydali degan umiddaman.